Assalomu alaykum hammaga. Bugun bitta she'r va maqolni aytib o'tmoqchi edim. O'tmishda salomimga alik olmagan insonlar bugun meni salomlariga alik olishim uchun ko'zlari yo'limda deb bir do'stim aytgandi. Ismi Abdug'affor degan bitta do'stim bo'lardi. Ikkovimiz Sankt-Peterburg shahrini Leninskiy degan ko'chasida ishlaganimizda menga aytgandi shu dard bilan shu she'rni. Men aytdim, bu she'r qaysi insonlar qalamiga muvofiq deganimda, u aytdiki, bu she'rni o'zim hayotimdan kelib chiqib aytdim. Bu she'rni hali hech kim yozmagan degandi. Yana bu she'rni men aytishimni iltimos qilib aytganda, 1-2 hafta oldin, hozir esimga tushib ketdi. Shu she'rni iltimos do'stim, sen video chiqaryapsan, ko'rdim, yaxshi. O'zing kanalingda aytib ber. Iloji boricha bir do'stim demasdan meni ismimni aytaver dedi. Shahrimni ham aytaver degandi. Endi Navoiy shahrida yashaydi. Bizga qo'shni viloyatda. Endi men aytdim, do'stim, men har doim bir do'stim deyishimning sababi ba'zilarga yoqmaydi men ismimni aytishim. Ya'ni bir do'stim deganda o'zbek millatining ichidagi hamma bir-birimizga do'stmiz, aka-ukamiz degan ma'noda ham qo'shib aytardim deganimda, yo'q, aynan meni aytaver degandi. Mayli do'stim dedim. Sen qarshi bo'lmasang, keyin norozi bo'lib yurmasang bo'lgan dedim. Keyin sen nimaga bunday deyapsan? Har doim do'stlaring ismini aytsang nima qiladi dedim. Men aytdim, bir videomda gap o'yini qilib, o'rama qilib bitta gap aytgandim, haqqoniy, haqiqatni. Rost gap tuqqaningga yoqmaydi degan bir gap bor, maqol eshitgansan. Uni hamma aytgan, hamma eshitgan dedim. Ha, to'g'ri dedi. Bunga nima aloqasi bor bu gapingga dedi. Men aytdimki, men o'tgan yili O'zbekistonga borganimda 3 oylik ta'til olgandim, ya'ni ish joyimni, mayli degandi direktor. Shu paytda borganimda do'stlarim bilan aylanib yurib, ikkita do'stim bilan masjidga borgandik. Men bitta do'stim bilan juda ham inoqman, ikkinchisi bilan uncha inoq emasmiz. Dunyoqarashimiz juda ham qarama-qarshi. Ya'ni birinchi do'stim esa u bilan dunyoqarashimiz bir. Gapimiz ham, dunyoqarashimiz ham teng. Bir-birimizga suhbatlash vaqtida ziddiyat bo'lmaydi. Narigi ikkinchi do'stim bilan ziddiyat ozgina bo'ladi. U uncha diniy terminda gaplashishni uncha xohlamaydi. Ya'ni dunyoviy gaplarni gapirishni xohlaydi. Lag'vu, gunohga yetaklaydigan bema'ni gaplardan gaplashishni xohlaydi. Birinchi do'stim esa diniy terminda bemalol gaplashadi. Iloji bo'lsa diniy mavzuda gapir do'stim dedi. Shu narsalar haqida gaplashaylik. Biz nima uchun yashayapmiz dedi. Bu meni sinfdoshim ikkovi ham. Bitta sinfda o'qiganmiz, bitta partada o'tirganmiz, hazil-huzul qilganmiz, yoshlikdan birga o'sganmiz, lekin hammani taqdiri har xil ekan. Shu bo'lib o'tgan voqealarni men gapirib berdim unga, shunday bo'ldi shu paytda dedim. Shu paytda bo'lgan voqeani bo'lgandek qilib aytib, videoda chiqarsam, qaysidir aqlli bir insonlar yozyapti, falonchimi deb ismini nimada yozyapti, izohlarda, ya'ni kommentariyaga. Men bilmasam shunday bo'lsa kerak deb qo'yardim. Ya'ni men dili ham og'riydi deb gap o'yini qilib, uzoqdan olib kelib, ommadan qilib gapirgandim uni. U videoni o'zi ko'rdimi yo'qmi, mening xabarim yo'q. Men aynan unga qaratib ham aytganim yo'q. Ya'ni shu ish qilayotgan insonlar behuda umr kechiryapti. Alloh yo'lida yuringlar, masjidga borish kerak. Ichib-chekib, bema'ni vaqtni benamozlik bilan o'tkazib, inson yaxshilikka erishmaydi degan ma'noda gapirgandim. Men lekin ana shu do'stimni ismini aytib, ishini aniq qilib aytganim yo'q edi. Hozirgi kunda kitob o'qiydigan odam juda ham kam. Ya'ni kitob o'qiydigan inson nutqidan, dunyoqarashidan, o'zini tutishidan bilsa bo'ladi.
qanday kitob o'qiydi. Ya'ni kitobga kimlarnidir nafrati bor. Ayniqsa Qur'oni Karimni o'qishga kimlargadir tavsiya bersangiz yoki diniy kitoblarni o'qi desangiz, maslahat bersangiz, qandaydir shubha bilan qaraydi sizga. Sizni nimalardir bir ayblaydi, qandaydir nom qo'yadi. Mana shunday insonlardan chetroqda yurishni maslahat beraman. Chunki, siz savobga ketkazadigan vaqtingizni bekor narsaga ketkazasiz undaqalar bilan gaplashib. Sen zo'rsan, seni tenging men emas ekanman, men oddiy odamman deb ketaverish kerak. Unaqalar bilan bahslashishdan, tushuntirishlikdan, manfaat yo'q. Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi degan maqol bor. U uyida olgan tarbiyani sizdan kutadi. Siz uni berolmaysiz qandaydir gap bilanmi, nima bilandir, ilojisi yo'q. Shuning uchun nima deyman, bunaqa insonlarga assalomu alaykum, rahmatulloh, barakatuh deb ketasiz. Agar judayam gapga tushunmasa, sen ham, men ham o'zimni yo'limdan ketaylik. Qo'y bir-birimizni unday deb aytib ayblamaylik. Sen ham Allohga ishonar ekansan, men ham ishonaman. Meniyam, seniyam qalbing toza ekan, bo'ldi. Hech narsani isbotlashga, qandaydir chiranishga boshqa hojat yo'q. Omon bo'l, bemalol yo'lingdan ketaver deb sog'liq tilash kerak ularga. Men aytadigan gapim shu, ya'ni do'stim, mana sen aytgandek, ismingni ham aytdim, shahringni ham aytdim. U do'stim bilan qanday ishda ishlardim, ana shunga qiziqayotganlarga aytaman. Dvornik bo'lib ishlardik biz. Men bu yerga Rossiyada 7 yildan beri yurayotgan bo'lsam, ancha-muncha ishlarda ishlab chiqdim. Ya'ni 10 ga yaqin ish desam bo'laveradi. Hammasini yana keyingi videolarda bitta-bitta aytib o'taman. Kimlargadir qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qolsin. Shulardan dvornik ishida ishlaganman. Meni musofirchilikda kuzatayotgan insonlar biladi dvornik nimaligini. Biz O'zbekistondagilar ham biladi. Dvornik ishi juda ham og'ir. Ayniqsa qish faslida. Yozda uncha og'ir bo'lmaydi. Ko'chalarni tozalash ishi, musor konteynerlarini olib chiqib qo'yasiz ko'chaga. Musor olib ketadigan katta mashina kelib olib ketadi. Shunga to'g'rilaysiz. Qishda qor tozalaysiz, yo'llar muzlaydi. Juda ham ko'p ishlamaganman bu ishda. Namoz o'qisangiz, ro'za tutsangiz, diningizga amal qilayotgan odamlarga unaqa ishlar juda ham qiyin bo'ladi. O'zingizga osonroq ish topasiz. Mana shuning uchun ish almashtirish juda ham ko'p bo'ladi. Keyingi videolarimda Xudo xolasa hammasini batafsil aytib o'taman. Videolarimni kuzatib boring. Iloji boricha kommentariyaga juda ham bir o'zingizni yaxshi fikrlaringizni yozing. Negativ yozsangiz ham xafa bo'lmayman. Chunki men xatolarimni yuzimga aytgan odamdan xursand bo'laman. Keyingilarida o'zimning xatolarimni to'g'rilashga harakat qilaman. Xato kamchilik hammada bo'ladi. Meni farishta bo'lishimni talab qilmanglar iltimos sizlardan. Chunki men insonman. Farishtalar gunoh qilmaydi, xato qilmaydi. Insonlarning bari xato qiladi, kamchiligi bor. Shuning uchun menga kamchilik xatolarimni kinoya qilmasdan to'g'ri qilib yozsangizlar men tushunaman. Iloji boricha like bosib, kanalimga a'zo bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat, oldindan katta rahmat.